Assalomu alaykum. Mana bugun men o'sha YouTube'da, Instagram'da mashhur bo'lgan Worms Zone degan ilon o'yinini ko'rsataman va qanday qilib yutish va hamma narsalarni tushuntirib o'taman. Mana boshladik. Sizlardan unga bitta podpiska va bitta like kutib qolaman. O'y kirdi. X bosdik. Batler bosamiz. Voy. Yuramiz, olamiz. Choq $100. Bashlarni siz ko'proq energiya va uzunlashasiz. Xursand bo'lgan belgiga beldirdi. 8 berdi. 5-o'rnida tushib qoldim oxiriga. Tezlashtirishni bosib. $9,000 chiqdi, yaxshi. Mana buni bilay bossangiz tezlashganda ayro bo'ladi. O'zingizlar virus qilib tashlaysiz. O'zingizda mana ko'payayotgan levelingizni kamaytirasiz. Luchbi. Ana shunaqa qizganingizdan kelgan 250 ni bossangiz sal kamaytirib boshqatdan bo'ladi. Restart. Chiqamiz. Birinchi o'rinda dunyo bo'yicha hali yo'q. Boshdan boshlaydi. Ilonni kichkinaligingizda qilsangiz afsuslamaysiz. Katta bo'lganingizdan keyin qizib afsuslanishingiz mumkin. Ilon katta bo'lganda qiladi o'zingiz bas. Katta mashinanik. Shuraman inshaalloh ikkisi ham tushdi. Ana har xil joylarda paydo bo'ladi.